Bugun sizlar bilan normal hayz sikli to'g'risida gaplashamiz. Bu haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'rib boring. Normal hayz sikli ayollarda 21 kundan to 35 kungacha bo'lgan vaqt davomida davom etadi va birinchi qon kelgan kundan hisoblanib boriladi. Qon kelish vaqti 2 kundan 7 kungacha norma hisoblanadi va o'zi normada normal hayz sikli 5 ta zvenoda demak boshqariladi. 5 ta zvenoning eng birinchisi bu miya po'stloq qavati. Demak, tashqaridan olayotgan ayollarning har xil hissiyotlari, emotsiyalari yoki yashayotgan hayot jarayoni bosh po'stlog'ida analiz sintez qilinadi va bu qaysidir mediatorlarni ishlab chiqarilishini demak stimullaydi. Ishlab chiqarilishiga demak yordam beradi. Bu deganda nima deyish mumkin? Masalan, urush vaqtida ayollarimizda uzoq vaqt amenorreya kuzatilgan, ya'ni hayz kelmasligi. Chunki og'ir zamonlar bo'lgan, ovqat yetishmaganda, qiyinchilik bo'lgan, farzandlari uzoqda bo'lgan va bu hamma stresslar ayollarda hayz siklini umuman to'xtashiga olib kelgan. Bu demak stressni qanchalik organizmga ta'sirini ko'rsatib beruvchi bitta misol tariqasida sizga aytmoqchiman. Mana shu sababli demak ayollarni umuman turmush sharoiti, oilaviy bo'ladigan emotsional holati hayz siklidagi katta o'zgarishlarga olib kelish mumkinligini demak ta'kidlab o'tmoqchiman. Ikkinchi zveno bu gipotalamus, ya'ni gipotalamusda statin va demak releasing gormonlar ishlab chiqaradi va bu xuddi dirijordek pastdagi qolgan zvenolarni boshqarib turadi desak ham bo'ladi. Demak, statinlar gipotalamusda ishlab chiqarilgandan so'ng gipofizga boradi va u yerdagi gormonlarni ishlab chiqarilishini tezlashtiradi yoki kuchaytiradi. Releasing gormonlar, statinlar buni to'xtatadi. Demak, releasing gormonlar kelgandan keyin 3-zvenoda, ya'ni gipofizda 6 ta oldingi bo'lagida 6 ta gormonimiz bor. Bular somatotrop gormoni, demak adrenokortikotrop gormoni, prolaktin, follikulni stimullovchi gormon, lyuteinlovchi gormon va TTG, tireotrop gormoni. Mana shu gormonlarni gipofizning oldingi bo'lagi ishlab chiqaradi va bizga eng kerakli bo'lganlari bular FSG, LG, prolaktin va TTG, ya'ni hayz sikliga asosiy ta'sir ko'rsatuvchi gormonlar. 3-zvenodagi asosiy gormonlar demak aynan FSG bilan LG 4-zvenoga ta'sir qiladi. 4-zveno bu bizda demak tuxumdonlar. Tuxumdonlarda normada nima ishlab chiqariladi deymiz, demak o'sha FSG va LG ta'siri natijasida bu yerda demak follikullar yetishib boradi. Har bitta hayz siklida bitta tuxumdon ishlaydi. Yo o'ng tarafdagi tuxumdon, yo chap tarafdagi tuxumdon. Ba'zi hollarda ikkita tuxumdon ham ishlashi mumkin va ikkita tuxumdon ham demak follikul yetiltirib, bu yoqdan tuxum hujayra tashqariga chiqishi mumkin. U holatda demak egzeli ham bo'lib qolishi mumkin. Lekin bu juda ham kam holatda uchraydi va ko'pincha bitta tuxumdon ishlaydi. Bitta tuxumdon ishlaganda demak nima bo'ladi? Follikul yetilishni boshlaydi. Yuqoridan FSG hayzni birinchi siklida, demak hayzni o'rtacha 28 kunda bo'ladigan bo'lsak, birinchi kundan boshlab, ya'ni qon kelib boshlagan kundan boshlab yuqoridan demak FSG degan gormon keladi va tuxumdonlarga ta'sir qilishni boshlaydi. Tuxumdonda antral follikulalarimiz bor va mana shu follikulalardagi eng FSG ga, ya'ni follikulni stimullovchi gormonga sezgir bo'lgan hujayrasi malika hujayra bo'lib o'sib chiqishni boshlaydi. O'zi umuman hayzni 5-4-kunlarida biz uzi qilib ko'radigan bo'lsak, har bitta tuxumdonda 5-6 tadan antral follikulalar, juda kichkina follikulalar ko'rinadi va o'sha follikulalardan qaysi biri FSG ga eng sezgir bo'ladigan bo'lsa, ana o'shanisi graf fakchasi deb aytamiz, ya'ni asosiy ovulyatsiya bo'ladigan demak follikulga aylanishi uchun demak harakat qilishni boshlaydi. Qolgan follikullar uni demak yetilishi uchun yordam berishni boshlaydi. Biz uni malika, ya'ni prinsessa follikul deb atashimiz mumkin. Demak, prinsessa follikulimiz o'zini ichida tuxum hujayrani saqlaydi va tuxum hujayra
o'sha graf pachchasida yetilib boradi. Follikula o'z tarkibida demak shu vaqtda estrogen ishlab chiqarishni boshlaydi va bu estrogen 5-zveno, ya'ni bachadonga ta'sir qilishni boshlaydi. Demak, birinchi fazada follikula yetilib boradi va 28 kunlik agar hayz siklini oladigan bo'lsak, o'rtacha 14-kuni ovulyatsiya yuzaga keladi va bu o'sha bosh miyadan ishlab chiqarilayotgan, ya'ni gipofizni oldingi bo'lagidan ishlab chiqarilayotgan LG, ya'ni lyuteinlovchi gormon ta'sirida bo'ladi. Bu demak lyuteinlovchi gormonni pik eng yuqori darajasida yuzaga keladi va shuni hisobiga ovulyatsiya sodir bo'ladi. Ovulyatsiya sodir bo'lganida demak follikul yoriladi va uni ichidan tuxum hujayra qorin bo'shlig'iga chiqadi. Tuxum hujayramiz 24 soatgina yashaydi. 24 soat ichida agar tuxum hujayra erkak spermatozoidlari bilan uchrashadigan bo'lsa, bu holatda demak ularni birlashishi, ya'ni urug'lanish sodir bo'lishi mumkin va zigota hosil bo'lib, homila hosil bo'lishi mumkin. Agar qandaydir sabablarga ko'ra, masalan, ayol kontratseptivlardan foydalanadi, ya'ni homiladorlikdan saqlanuvchi qandaydir metodni qo'llayotgan bo'lsa, bu holatda spermatozoid bilan uchrashmasligi mumkin. Masalan, prezervativlarni ishlatdi va spermatozoidlar bilan uchrashmadi. Bu holatda 24 soat davomida yashagan tuxum hujayra nima bo'ladi? Nobud bo'ladi va u yorilgan boyagi follikulni o'rnida sariq tana hosil bo'ladi va bu sariq tanadan уже 14-kundan keyin ovulyatsiyadan so'ng demak progesteron ishlab chiqarilishi boshlaydi va bu progesteron ham bachadonda qandaydir o'zgarishlarga olib keladi. Demak, bachadonda qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Bu 5-zvenomiz hisoblanadi va asosiy homilani katta bo'lishi, ya'ni o'sishi uchun o'ziga xos demak muhit yaratilishi kerak bo'lgan soha hisoblanadi. Bachadonni 3 ta qavati bor va birinchisi seroz, ikkinchisi miometriy va uchinchisi asosiysi bu endometriy qavati hisoblanadi. Demak, mana shu endometriy qavatida funksional va bazal qavatlarimiz bor. Funksional qavat har oyda ko'chib turadi va mana shu ko'chgan to'qima hisobiga qon keldi deb aytiladi. Demak, ya'ni hayz ko'radi ayollarimiz. Bu degani demak hayzni o'sha birinchi kuni hayz kelgan kuni, qon kelgan kunda bachadonda deskvamatsiya demak sodir bo'ladi. Bu degani ko'chish degani. Deskvamatsiyadan so'ng regeneratsiya boshlanadi, ya'ni yengitdan funksional qavatni o'sib chiqishi boshlanadi va mana shu aynan shu holatda o'sha follikul yetilib borgan holatida estrogen ishlab chiqarilishi boshlagan edi va bu estrogen proliferatsiya, ya'ni endometriyni o'sishini ta'minlab berishi boshlaydi. Endi bizada endometriy o'ziga xos o'sish kerak, ya'ni hayz siklini 12-14-kunlariga yaqinlashganda kamida 8 mm dan yuqori bo'lishi kerak normada, agar estrogen yaxshi ishlab chiqariladigan bo'lsa va endometriy sog'lom bo'ladigan bo'lsa 10 mm dan yuqori bo'lishi kerak homilador bo'lish uchun. Demak, ovulyatsiya bo'lgandan keyin progesteron ishlab chiqarildi. Endometriyimiz yaxshigina o'sib oldi. Bu degani 7 qavat ko'rpachani solib, boyagi keladigan zigota urug'langan boyagi tuxum hujayrani kutib o'tiradi endometriy va endometriy qavatini endi uni oziqlantirish uchun tayyorlash uchun kelayotgan progesteron demak bu endometriyni sekretor fazaga o'tkazib beradi. Sekretor fazada demak endometriy homilani oziqlantirish uchun tayyorlanadi va qon tomirlari spirallashadi. Bu yerda demak bezlar bor, ana shu bezlar o'zini ish faoliyatini boshlaydi. Agar urug'langan boyagi zigota keladigan bo'lsa, homilani oziqlanishi uchun eng qulay muhitni yaratib berish uchun progesteron ishlashni boshlaydi va endometriy boyagi zigotani implantatsiyasi, ya'ni kelib o'sha joyga joylashib, demak endometriy bachadonga joylashishi uchun demak eng chiroyli muhitni yaratib berishga yordam beradi. Lekin qandaydir sabablarga ko'ra urug'lanish bo'lmadi, spermatozoid bilan tuxum hujayra bir-biri bilan uchrashmadi va bu holatda nima yuzaga keladi? Endi gormonlar o'zgarishi boshlaydi. Bu yerda homiladorlik kuzatilmadi va shu hisobiga
sariq tanadagi progesteron miqdori tushib ketadi va bu qaytar bog'lanish orqali yana bosh miyaga boradi va gipotalamusda boyagi gormonlarni o'zgarishiga olib keladi va shu sababli hayz sikli yana qaytadan qaytalanishni boshlaydi. Bu degani yana boshqatdan endometriy ko'chib tushadi. Buni chiroyli qilib bizada shunaqa avtorlar bor aytishgan, bachadon homilador bo'lmaganligi uchun har oyda o'zini qonli ko'z yoshlarini to'kadi deb aytiladi. Demak, har bitta hayz bu hayz sikli ayolni organizmini homilador bo'lishga tayyorgarligi bilan kechadigan jarayon. Agar bu homiladorlik bilan tugaydigan bo'lsa, уже ikkinchi homiladorlik jarayoni boshlanadi. Xullas, sizlarga kichkinagina qilib ilmiy va sizlarga tushunarli tilda bugun hayz siklini tushuntirishga harakat qilib berdim. Mani sahifamni kuzatishni davom etinglar. Bundan-da sizlarga foydali bo'lgan ma'lumotlarni berishda davom etib boraman.